Garovimiz sizlar bilan syomkaga hozir tezda aylanib ketishimiz kerak. Juda ham shoshilyapman, chunki bizani o'zi 2 ga yetishgan. Soat menda bo'lsa 1 bo'ldi. Hali qancha ishim bor, kiyim alishtirishim kerak, boshqa qilishim kerak, juda ham ishim ko'p. O'shaning uchun hozir birinchi oqartiradigan joylarimni oqartirib, suxoy rumyana qilaman, qo'shim ozgina tariyman, labimni bo'yab ketamiz. Давайте hozir bo'yab olaylik. Oqartirib olaylik. Mana ko'rishingiz mumkin, yuzimni oqartirib oldim mana lab zonamga ham, chunki hozir o'tga pomada qo'yamiz. Endi hozir qizartiraman. Короче, hozir biz aynan qayerga borishimiz hali noma'lum, lekin men tayinlamayman, o'sha aniq bo'ladigan joyga boraman. Hamma u yoqqa bu yoqqa boraylik, kontent qilishimizga mana bu yaxshi, o't yaxshi, bu yaxshi deb aytishyapti, lekin aniq joy hali tanlanmadi. To'g'risini aytsam, 1 soat qoldi. Короче, yana keyin makiyajimni, unimi, bunimi gapirayotganlar. Hamma o'ziga yoqadigan makiyaj qiladi, to'g'rimi? Hech kim sizlarning ko'zingni noto'g'ri bo'yab olsan, qaysarligini qaranglar buni. Yuzingni noto'g'ri bo'yab olsan deb urishmaydi. Men o'zimga yoqadigan makiyaj qilaman, tipa sizlarning xohishingizdagi makiyaj qilishga men должен emasman. Bitta aytib qo'yayapman. Keyin o'qishimni ham ortiqcha gap tarqatishayotgan ekan. Nimaga farqi yo'q? Anaqa qila olmaysizlar. O'sha meni даже sinfdoshlarim tugul, ota-onam tugul hamma ko'niki bo'lgan. Men bunaqa video olishimga ham, boshqa qilishimga ham o'sha hech kimga unaqa emas. Даже qo'shnilarim ham adashmasam kuzatishadi. Lekin like bosib, komment yozib bunaqa narsa yo'q. Даже opalarim ham kuzatishadi meni. Oqibatimiz shunaqada. Na like bor, na komment bor, na bos jonim, seni jonim, muah degan narsalar bor. Har doim hamma opa-singillar ham bir xil emasda. Ularning eri bor, bolasi bor. Bir xil payt shunaqa narsa ko'nglingdan o'targanda. Bitta Munira opam yozib turadilar, endi onda-sonda. Короче, labimizni ko'mbo'siga kelamiz. Bunaqa to'q jigarrang rangi tanladim. Labimga matli pomadammi? Yo'q, men buni qo'ya qolaman. Chunki bilmadim, o'sha mat qolmayapman. Hozir chizib qaytib kelaman. Chizib oldim. Bunaqa dumaloq qilib, endi buni qo'yib olishimiz kerak. Rangini asalligini qaranglar. Telefonga qarab rosa makiyaj qilish juda qiyin ekan. O'zim makiyaj qilib, endi bilyapman. Shunaqa qilib Instagram yuritish ham oson emas, ko'ringanchalik emas. O'shaning uchun o'zingizlardan bilib, kommentariyalarda ortiqcha gap gapirmanglar. O'zingizlar oldin bitta video olib ko'ringlar-da, keyin bemalol yozaveringlar, bemalol. Kommentariya yozadigan odamlarning akkauntiga kirib ko'raman-da, qani nimasi bor ekan, menga shunchalik yozyapti. Nima oson bo'lar ekan undan deyman-da. Hech nima bo'lmaydi, lekin o'zligicha juda ham ko'p gapirishadi. Hozir fine look tayyor bo'ldi. Bu makiyaj ro'molim oq, ichimda oq baza futbolka ko'k qanaqa kiydim. Basmga bo'lsa qora shim kiydim. Shunaqa qilib men ketdim. Sizlarga bo'lsa paka. Obuna bo'lib qo'yinglar.